Yomonlikdan ko'ra yaxshilik yaxshi, yaxshilik bilan shinglar. Allohu akbar. Sog'ligingiz yaxshi bo'lib qoldi. Yoshingiz nechida edi? 55 da. 55 yoshdasiz. Qachon bo'lgansiz qandli diabet? Men qish oyida oyoqlarim nima desam, og'rib boshladi. Lekin suv unchalik talab qilmadi menda. Faqat nima desam, holim qochib. Holsizlanib yurdim. Endi men oldin ichaklarimda yara bor degan uchun davolanib yurdim. Oshqozoningizda. Oshqozon. Shuniki bo'lsa kerak deb yurdim. Men endi naratib kelib turib may oyida yotib qoldim. Men holim bo'lmadi o'rnimdan turisham, yursam ham devorga yopishib, shuna birovni yordami bilan turib yurib boshladim. Umuman oyoqlarimda og'irlik shu darajadaki yurib bilmadim. Ishqilib 8-maydan 25-maygacha umuman og'zimga hech narsa olmasdan yotib qoldim. Keyin nima ham bo'ldi? Telefonda ko'rib qoldim. Reklamasini. Aytdim, "Ya baxtarakal" dedim. Hamda ichib ko'ring shuni. Sababi bolnisaga bordim. Meni 29 chiqardilar saxrim. Saxrim. Uyga kelib keyin nima deydi? Tushkunlikka tushib qoldim. Rostdan ham shu daraja ekanman. Endi men o'lib ketsam kerak deb o'yladim. To'g'risini aytaveray. Keyin ukol-dorilarni oldim. Foydasi men unchalik sezmadim. Sezmagandan keyin men ko'proq tabiiy narsaga ishonaman. Hamma ham shu narsalarni, o'tlarni qiziqib, shu narsalarni ichak oshqozonimda yaranam, men o'tlar qalida olib turardim. Shundan keyin dur dedim, o'tlardan ekan dedim. Men shularga bir telefon qilib ko'ring qani nechik bo'lar ekan. Hayit ol dedi. To'g'risam hayitdan hech yerga bora olmadim. Sababi holim yo'q yurgandek. Keyin telefon qildim. Keyin menga shu narsani dostavkasi keldi. Keyin olib demladim choyga. Ta'mi menga yoqdi. Ichmakka qaradim. Ichdim 3-4 kundan keyin yotgan joyimda endi o'yga aylansam, boshim aylanib, holim qochar edi. Ham yotsam, menga birov yordami bilan turar edim. O'zim o'z avonima turib ketmasadim. Keyin shunday bo'ldiki, shu narsalar yo'q qoldi. Keyin men kunda to'xtatmasdan ichaverdim. Har kun kechasini damlab qo'yamiz, ertasini ichamiz. Suv ichasim kelsa, bundan ichaman. Uni 4ta bo'lib ichaman. Ish ovqat yeymanmi, non yeyasim kelsa, undan keyin ishtaham ko'tarilmakka qaradi. Ammo ishtaham yo'q edi. 1,5-2 oy umuman non og'zima olmadim. Yesim kelmadi. Non yesam ham bir tomoqimdan o'tmagandek bo'lamini ichib bo'lar edi. Keyin oz-ozdan ovqatni ta'mi yoqmakka qaradi. Keyin qizim so'radi, "Apa, nima pishirib berasiz? Falan narsa pishirib aytdilar" deb ozgina yeradimdan, "Yo'qmen turibdi, yo'q narsa" deb qo'yar edim. Hozir endi nonam yeb turibman. Endi o'zimni qarab o'tirsam, o'zimga kelib boshlayotirman. Hadda shu daraja ozib ketdim. O'zimni oynaga qarab, o'zimdan qo'rqdim. Lekin men bu daraja emas edim. Har kun kechda bizda to'xtash yo'q, ish narsani damlayman, ichaman. Hozir endi Atiza borib, shunda tomorqamda uzoq joyda. Bir 6 kilometr yurishim kerak. O'zim mototsiklni boshqarib borib, o'zim mollarim uchun o't olib kelib yuribman. Mototsikl boshqarasizmi? O'zingiz? O'zim. Ho'p. Xo'jayinim ba'zida biror joyda ish chiqsa, ishlamaka ketsa, mana bir o'zim uyda qolsam, men shu narsani o'zim borib qilib kelaman. Demak, men o'zimcha shu narsadan foyda toptiribman. Lekin men shu narsa ichib boshlaman va umuman ne dori, boshim og'risa, men shu narsa hech narsa ichgan emasman dori. Sababi yana bir narsa bor. Men o'zi yo bolaliqimmanmi, men shu dorini qo'lima olaman. Shug'una narsa menga ne foydasi bor ekan deymanmi? Menga shu narsani foydasi yo'q. Ichganimning foydasi yo'q. Shuning uchun men dori ichmayman. Ko'proq boshim og'risa, o'tlardan bir narsalardan choy damlab shuni ichaman. Shuning bilan men o'zimni ana demayman ichdim. Endi hozir yaxshi bo'lib ketibsam, men yotibdan bo'lmasam turib ketaveraman. Endi hozir avval shu aytaman-ku, holim qochib, hasadam yurdim. Shu
Yürüsem ham shundab qaltirab, shundab aytib, qo'shnilar aytadi, shu daraja bo'lib qoldingiz. Hassada yuruvdingizmi? Hassada. Qachon tashladingiz hassani? Shuni ichib boshlagandan keyin hafta bir 10 kundan keyin men hassani tashlab, o'zim yurmaka qaradim. Boshim aylanardi. Shu turib, shunab turib, o'zimni shu daraja bir holsizman. Keyin yurishim kerak. Yurjak bo'lsam, dandiraklab indab orqaga ketardim. Keyin devorni ushlardim. Shunda asta yurardim yosh boladay. Hozir u narsalar yo'q. Yo'q. Oyoqlarimda og'riq ham yo'q. De Allohga shukr, avvalo sizlarga rahmat. Avvalo Men Xudo. shu narsani, avvalo Xudo, qolaversa sizlar sababchi. Men shu bilan yana o'zimni ahvolimni dikladim. Hozir kim so'rasa, sen shu daraja bo'lib qolding, noy ichib o'tiribsan deb so'raydi. Men bemalol shu narsani qo'rqmasdan tavsiya etib turibman. Ishini ichib ko'ringlar. Undan keyin narsani aytasizlar, ta'sirini. Lekin menga ta'siri zo'r bo'ldi. Endi to'g'risi ichim ham yaxshi yurishmasadi, qabziyat ko'p bo'lar edi. Hozir ichim ham ravon. Noy yesam ham singadi, biror narsa yesam ichimda og'riq bo'lardi. Yemaka qo'rqib o'tirardim, qarab o'tirardim. Hozir hamma narsani yeyman. Ahvolim yaxshi. Ichingizdan yaxshi keladi. Yaxshiman. U daraja suv ham ichmayman. Kecha qo'shnimizning bolasi bor. Shu bilan rosa o'ynaymiz. Masalan, men tarbiyachiman. Bog'chada bolalarning izidan yurishim kerak. Yura olmay qoldim. To'g'risi ham o'z hisobimdan chiqishga majbur bo'ldim. Shu uyda yurib bilmayman. Hozir endi ishga tushdimmi? Men bolalar bilan dan yuguraman. Keyin birga borib kelaman, o'ynayman, o'tiraman. Avval o'tirib turishim ham, shunday o'tirib turishim ham qiyin edi. Hozir endi yaxshiman. Yaxshi bo'lib qoldi. Sizga foydasi bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Har ko'pchilik aytadi-yu, masalan, reklama deyshadi. Yo'q. Boshqa deyshadi. O'sha narsaga reklama emas, bu haqiqiy hayotdan. Men to'g'risini aytaman. Avval shu sahirim ko'tarildi deganda men shira yemasdim. Bugun men 2 ta kantam yedim. 5 chiqdi sahiringiz. Ovqatlanganmisiz hozir? Zo'r. 2 ta kantam yedim. Unda u sahiringiz yo'q bo'lib ketdi. Shu aytaman-ku, men o'zimni ahvolim. Lekin to'g'risi bu reklama emas. Men ichib turibman shu narsani. Ina damlab qo'yaman. Ina shuni ichib turibman. Endi ko'rdim, reklama dedilar, reklama emas. Men shuni ko'rdimda darrov shuni ichib ko'raman dedi. Avval oyog'im shu tizamachalli nima desam, bir salafanni ichiga loy o'rab, oyog'imni shunday o'rab qo'ygan deydi. Yursam ham qiynalardim, uzoq yursam oyog'im og'rirdi. Hozir har kecha men ko'chada shu ko'chani boshidan chiqib, qaytib kelaman piyoda. O'zim o'tiraman, o'zim hech narsa umuman kosani ham shunday olib qo'ya olmasdim. Holingiz yo'qligidan. Holim yo'qligimdan. Hozir hammasini o'zim qilaman, aytaman. Mototsiklni ham o'zim boshqaraman. Ko'z tegmasin. Rahmat sizlarga. Yaxshiman. Qarang, oyoqlaringiz og'rig'iga, bo'g'im og'rig'ingizga, yuzlaringizdagi mana ajinlarga bor-ku, sizga o'zimiz podarka Actimate yangi mahsulot chiqdi. Yangi mahsulotidan sizga tashiymiz, iste'mol qilasiz. Xudo xolasa natijalarini sekin mutaxassislar bilan yana bir bo'lishasiz, xo'p? Rahmat. Eng avvalo haftada 2 marotaba ahvolimni so'rab turibdilar. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Qarang. Sizni ahvolingiz yaxshimi? Shundaymi, bundaymi? Qanday o'zgarish bo'layapti? Hammasini aytaman. Xabar olib turishadi. Xabar olib turishadi. Rahmat. Ko'rsatib. Mana qarang. Mana bu tabletkada shunaqa katta ko'rinishda bo'ladi. Ertalab, obedda, kechqurun ichasiz. Ovqatdan yarim soat oldin iste'mol qilasiz. Choyni ichaverasiz. Orqasidan buni ham ichasiz. Kechqurungi pitativniy kremi bor. Ertalab, kechqurun yuzingizga o'sha qo'llaringizga surasiz. Rahmat. 1 oyga yetadi. Bemalol 1 oyda effektini ko'rib, mana bitta o'qiysiz instruktoralarini. Asosiy bu suvi bo'g'imlarga, oyoqlaringiz og'rishiga, suvilariga, soch to'kilishiga, tirnoqlarda, tishlarda yemirilish holatlar bo'lsa, mana mana shu holat bo'yicha ichasiz. Buni ham tavsiyasini keyin azizga ko'rasiz. Yara bo'lsa biror joyim avval biroz bitmayroq turardi. Hozir biror joyimni kesib olsam ham 3 kunda bitib ketyapti. Sahar xudo xolasa yo'q bo'lib ketdi-da. Shu hisobiga sekin-sekin infeksiyalar tozalanadi. Ko'z tegmasin.
Rahmat sizga ham. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Mahsulotlarni olib iste'mol Sizlarga ham qiling. rahmat. Xudo xohlasa yana Shuncha joydan ko'rishamiz. kelibsizlar, qilib turgan mehnatlaringiz halol sizlarni. Kimlarnidir dardiga shifo bo'lyapsizlar, sizlarga rahmat. Uzoq bo'lsin. Ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'ling. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga ham. Shuncha joydan kelganlaringiz uchun. Sizga ham rahmat. Umringiz uzoq Vaqtlaringizni bo'lsin. ayamasdan kelganlaringiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Sizni har doim ko'raman Facebookda. Rahmat endi duo qilsangiz turamiz. Amin. Har doim yaxshilik qilib, yaxshilikni savobidan bahramand bo'lib yurish sizlarga nasib etsin. Ilohim Alloh aytgan.